hajga ko'z qilishim borilmaydi bolam. Ketishingiz ham to'y, qaytishingiz ham to'y bo'lar ekanda. Shunaqa. Qizim, yana qanaqa to'y? To'y boshlab qo'ygani bular. Ha? Kunni aniqladinglarmi? Quda taraf keyingi oyga to'yni belgilaylik deb qo'yishmayapti. To'g'ri. O'zi qachon ketasizlar? 3 oydan keyin. Ha, to'y o'tkazib ketishar ekanda, xudo xolisa. Har holda katta nevarangiz. Endi bu to'yanani ham baquvvat qilib berasizda. Bir dang'illatib to'y qilaylik. Butun mahallaga ovoza bo'lsin, ha? Mayli, xudo xolisa. O'zi bolalarim sizlarni yig'ishdan maqsad ona ikkalamiz yiqqan pulimiz hajga ketishga yetmayapti. O'shanga biroz bir yordam qo'rasizlarmi degan maqsadda to'plagan edim sizlarni. Endi hozir hammada ham ortiqcha pul yo'q. Choli kampir bu xazinani baquvvat qilmagan ekansizlar-da, ha? Hazilingiz ham bor bo'lsin. Gapni ham olasiz. Ha, nima? Ha, qiz uzatganga 40 yil tegmagin degan gaplar ham bor. To'g'ri-ku, yo'q. Undan keyin To'g'ri. bu yil bo'lmasa keyingi yil borasizlar. Ha? Keyingi yil kim bor, kim yo'q. Alloh biladi. Dada, xotir olmang. Meni bittasiga berib qo'ygan pulim bor. O'shani olamiz. Agar u bo'lmagan taqdirda ham amallaymiz, topamiz. Akam to'g'ri aytyaptilar. Siz buni o'ylamang. Men ham mashina olaman deb ozroq pul yig'ib qo'yganman. Shuni beraman. Topamiz dada. Rahmat bolalarim. Rahmat. Shukriy. Oyjon. Baraka topinglar. Oyjon, osh suvuraymi?